dedi, ogoh bo'linglar. Buni qaranglar. Hamma shtraf to'layapti. Pul-pulsiz O'zbekiston nomelaring ham busiz bo'lgani o'tsalaring bo'ladi va что Bilesiz keluvdik, Saidjon o'zi yozib berdi, xudo xolasa. Haqiqatda kamchiligi ko'p edi, to'g'irlab. mana videoni ko'rib, qanday kverkod olish kerak? Avval cho'tki. Shuni bitta soling. Yo, sig'ing yonmacha Play Marketdan programmasini shuni skachab qilasizlar do'stlar. Mana startda qo'yib berar ekan. Melisasini ham, boshqasini ham Alloh rozi bo'lsin. Kecha 4 kishiga oldi. 4 kishiga bilet olindi. Zo'r o'tdik, problema yo'q. Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Hurmatli musofirdagilar. Biz aeroport Domodedovoga xudo xohlasa sizlarga zo'r kontentlar chiqarib berishga harakat qilaman. Aeroport holatini sizlar uchun hammasini chiqarib berishga harakat qilaman va savollarning juda ham ko'pi bu O'zbekistondan keladigan yurtdoshlarimiz. Uka, biz O'zbekistonda biz Gosusga QR-kodlar nima o'zi deb yana savollar bo'lyapti. Men qisqacha informatsiya beraman, lekin asosiy temani Telegram kanalimizga joylab qo'yaman. Kommentariyam birisi Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lsangiz, men joylab boraman. O'zbekistondaliglar bemalol videoni ko'rib qanday QR-kod olish kerak, qanday to'ldirish kerak uni hammasini tushunib olsalaring bo'ladi. Qisqacha informatsiya berib o'tib ketaman hozir sizlarga. Xo'p, qaranglar, Gosus bo'lgani, ya'ni App Store'dan yoki Play Marketdan programmasini shuni skachab qilasizlar do'stlar. Telefonlarga skachab turib, endi kimlardir O'zbekiston nomeri, kimlardir rossiyskiy nomer. Agar birinchi marta kelib turgan do'stlarimiz bo'lsa, O'zbekiston nomerlaringiz ham Gosus bo'lgani o'tsalaring bo'ladi va shtobi QR-kod olsalaring bo'ladi. Va qanday holatda deydigan bo'lsalaringlar, eng главный batta kerakli narsa sizlarga email pochta. Email pochtalang bo'lmasa, email pochta ochinglar. Gosus bo'lganini skachab qilganlaringdan keyin do'stlar, email pochtani kirgizasizlar va yerga sizlarga kod keladi. Kod yozasizlar, Gosus logolarning ochiladi azizlar. Ochilgandan keyin do'stlar, unga обязательно shaxsiy o'zingizni parolingizni qo'yasiz. Unutib qo'ymaslik uchun, yo'qotib qo'ymaslik uchun shaxsiy parolingizni qo'yasiz. Чтобы doim kirib chiqishingiz uchun ana shu parol sizga kerak bo'ladi. Unutmanglar do'stlar. Xo'p, O'zbekistondan keladiganlar mana shu narsani diqqat bilan bilib olinglar va обязательно Telegram kanalga men buni polniy faqat ana shu QR-kod olishga joylab qo'yaman обязательно. Shunday gaplar do'stlar, bu vahimali narsa emas, sizlarni qo'rqitish niyatim yo'q. Masalan, Libo aeroportga bemalol uchib kelsalaring bo'ladi. Gosuslarga olish unchalik qiyin narsa emas o'zimni olib qaraganda. Sizlarga shu aytib o'tib ketyapman. U osongina, просто Gosuslarga pochtani kirgizasizlar, kodni olasizlar, QR-kod berib o'zi polniy kelib chiqadi sizlarga. O'sha o'zbekcha qilsalaring ham bo'ladi, ruscha qilsalaring ham bo'ladi. Saidjon, sizlar uchun xizmatlaringda bizda aviakassamizdan onlayn olasizlar, biletlarni offlayn olasizlar, pastdagi nomerlarga обращаться qilaverasizlar. Qanaqa savollaringiz bo'lsa обращаться qilaverasizlar. Kutib olishmi, kuzatib qo'yish xizmatlarimi, grensiya kirdi chiqdi, zaezd qilish kerakmi sizlarga, barcha umumiy xizmatlar bitta va shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Aeroport Domodedovodan sizlarga chiroyli qilib kontentlar ishlab berishga harakat qilaman. Akalar, bittadan like bosib qo'yinglar. Kommentarda bir og'iz bir shirin fikringizni qoldirib qo'ysangizlar, men uchun bir katta motivatsiya bu. Mayli siz bu temani bilarsiz, mayli siz orqali kimdir qaysidir yaqiningizga balkim bu video обращение orqali foydangiz tegishi mumkin. Shu narsani bilgan holatda do'stlar podдержка qilib qo'yasizlar degan umiddaman. O'zing ehtiyotdan ketdik bo'lsa aeroport Domodedovoga, bizni bezdagi dokumentlarimiz juda ham ko'p. Ularni kutib olib, kuzatib qo'yaman do'stlar. Mana azizlar, hozir tong saharlab aeroport Domodedovoda 5-vaqtdan kirganda shundoq buni bu yoqda qanot charx aviakompaniya, xullas aeroport tinchgina tong saharlabki reyslardan Domodedovo va Namangan yo'nalishi bo'yicha endi qanot charx aviakompaniya 7:00 uchadi. 154dan 157-stoykagacha qanot charx registratsiyasi boshlandi. Bu yoq bilan chiqib ketsa ham bo'ladi do'stlar. Domodedovo Toshkent O'zbekiston ola ertalabki reyslar xudo xolasa 32:08 bilan 174dan 177gacha stoyka registratsiyalar ochildi. Vaqt aeroportga kelaverasizlar. Yonginasida 224 kassasi bor. Bemalol kelaverasiz. Aeroport Domodedovo tong saharga xudo xolasa holat vobshe zo'r. Uzun passajirlar bag'ri Domodedovo Farg'ona reysi bor. Domodedovo Farg'ona reysi ham chiroyli qilib passajirlarimiz ko'p ozmashda registratsiyasi boshlanadi. Shu registratsiyadan o'tib do'stlar uni chiqqanlarida baqa Qozog'iston, Qirg'izistonlar bu tomon lisenziyatlashib ketadi. O'zbekiston, Tojikistonlar baqa chiqib ketadi. Ikkinchi etaj bilan bemalol shu ajdani zalga kirib ketsalaring bo'ladi. Uralskiy aviakompaniyada ruchnoy kladlarga juda ehtiyot bo'lasizlar, чтобы yozib qo'ygan o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha qilib mana yozib qo'ygan o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha qilib yozib qo'ygan. Agar sig'masa agar shtraf qiladi. Shuni o'zlaringiz uchun bilib olasizlar. Bu yo'g'i do'stlar bemalol o'sha lisenziyadan chiqib ketaverasizlar do'stlar. Tepa holatni ham bitta olib qo'yaman. Bitta katta tablo bor. O'zlaringiz kerakli informatsiyalarni ham olsalaring bo'ladi. Aeroport Domodedovo вообще shokolad. Движение bo'lyapti endi, kiraverishda tog'lar bor, движение bo'lyapti. Mana shundan chiqib ketasiz sekin. Yurtdoshlar, mana Domodedovo va Farg'ona registratsiyalar boshlandi. 187, 186-stoykada 12:00 da samolyot uchadi. 1 soat qolganda registratsiya yopiladi. 23:10 bagaji bilan mana. Sizlar 196 dan to 201 gacha Domodedovo Bishkek, Domodedovo Ush yo'nalishi bo'yicha aviatrafikdan registratsiyalar ochildi. Bemalol kelaverasizlar.
Biz aeroport Domodedovoda xullas ko'ngilning ushga qaraydi mana shu do'stlar. Do'stlar biz aeroport Domodedovoda xudo xolasa mana akamga chiroyli qilib hozir o'zida Saidjon. voqea qanaqa bo'ldi aka? Voqeani Voqea ayting. zo'r. Saidjon aeroportga keldik. Biletsiz keluvdik. Saidjon o'zi yozib berdi, xudo xolasa. Farg'onada ko'rishamiz nasib mumkin qilsa. emas ekan a? Nimaga? Ha, Nima bilet yozib berish. yozib berish, ha, Bilet ya'ni mumkin bizga emas. o'zi bilet yozib berish mumkin emas, lekin akamni Uni- hurmat qilib kitobi arzonroq chiqqani uchun ha yozib berdik. Saidjonga biz obunachimiz eskidan. Gap yo'q. Kanallariga rivoj. Gap yo'q. Hurmatli aziz akam bilan chiroyli qilib, xudo xolasa aka, siz qayerga ketyapsiz? Istanbulga. Istanbulga, inshaalloh aka mana aziz yurtdoshlar, Alloh razı Miraboy olsun. xizmat qilamiz. Miraboy xizmat qilamiz. 15 kundan keyin xudo xolasa Istanbulga nima qilamiz? Yozib berasiz bizga ham Saidjon. Bo'ldi. Biz chaqiramiz deyapti, xudo xolasa. Gap yo'q. Albatta. Gap yo'q. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana bolalarimizni chiroyli qilib eksini o'tkazdirib, talonini ham ko'rsataman. Akalar sizlarga addush yo'q yo'l inshaalloh. Xudo xohlasa. Do'stlar mana negabaratni, ya'ni stikloga topshiryapsiz ruchnoy kladlarni. Aka ruchnoy, xudo xolasa ketdik siz mana chiroyli qilib hozir liftga mana stiklo uni negabaratni olib borib chiroyli qilib tashlab. Sal chiroyliroq qo'ying uni, sal chiroyliroq qo'ying. Ichkariroq chiroyli qilib qo'yib qo'ying akam. Yurtdoshlar, xudo xolasa mana akam uchyapti. Domodedovo, Namangan, O'zbekistonga uchyapti. Aviakompaniya qanot chaqdi, xudo xolasa. Arzana zal kirib ketish joyidamiz. Aeroport Domodedovo aka. Holatlar, sharoitlar qanaqa? Zo'r. Hamma Gap yo'q. yaxshi. Mana shu inson xolis yo'q, чтобы mana dokumentlarda kamchilik bo'ldi. Meni bir kun oldin ogohlantirishdi. Чтобы aka mana qanaqa bo'ldi situatsiya kiraverishingiz? Yo'q, yaxshi, zo'r. Tog'lar bor ekan, baribir чтобы sizlar Ha. tegmadi. Chunki men nimaga ogohlantirib qo'ydim, qo'limdan kelguncha men ham yordam beraman. Shu sektorda kimda kim dokumentda kamchilik bo'lsa, men sizlar tomonda do'stlar, чтобы harakat qilaman aeroportda biron yordam berishga. Shunday gaplar. Aeroportga kelib tog'lar uchib qolgandan keyin yordam bera olmayman. Meni ochiq oydan aytib o'taman, чтобы men ogohlantirmaganim uchun yordam bera olmayman. O'zingiz ehtiyot qilinglar. Hamma narsa zarani aka. Necha kishiga bilet oldingiz kecha? Kecha 4 bilet kishiga oldik. 4 kishiga bilet olindi. Shunday gap, endi ayollarni chiqarish mumkin emas videoga, shuning uchun akam Yo'q, o'zlari bilan ayollar chiroyli qilib nima qildi. Shunday gaplar do'stlar. 78 da stoykada besplatni tarozi bor. Kelib qancha chiqdi? 22 ron ekan. Xudo xolasa. Qo'y, ana qizilni ham qo'ying, qizil sumkalarni ham. Chiroyli qilib. Qani? Ruslanlarni 10 kilo bagaj chiqyapti, gap yo'q. Zo'r aka, oling. Domodedovo, Qarshi, Domodedovo, Farg'ona, Istanbul hammasi boshlandi. O'zim passajirlarni chiroyli qilib hozir yuklarni privatga qildirayapman do'stlar. O'zim shaxsan o'zim chetda. Yuklarni chiroyli qilib, aka keling, rushnani bitta soling. Yo, sig'ing yonmachasiga bosing aka. Yonmachasiga bosing mana. Bunaqasiga bunday turib sig'ing. Bosing aka, bosing. Bunday bosiz ishdim. Sokuni olib boradi. Ha, oling masa, oling. Mana shu yerda ishga sig'ish kerak xullas azizlar do'stlar. Mana ko'rib turibsizlarmi? Do'stlar mana xudo xolasa Domodedovo Istanbul uchyapti akam. Dokumentlar kamchilik bo'ldi, o'zim kutib oldim chiroyli. Aka hammasi shotga bo'ldim, kuningizda qani? Allohga shukr. Mashinchalik bo'ladi. Dokumentlarni mana haqiqatda kamchiligi ko'p edi, to'g'irlab. Lekin bir kun oldin aytib qo'yasizlar aka. Bir kun oldin Bu yaqini startda qo'yib qo'yar ekan. Merisasini ham, boshqasini ham Alloh rozi bo'lsin. Молодец. Gap yo'q. Mashinchalik bo'ladi, kutib olish ham. Shunaqa gaplar. Do'stlar biz orqamizda mana tomosha kontrol qilib ketishyapti. Shunaqa gaplar. Aka sizga abdush yo'q yo'l. Alloh Gap yo'q. rozi bo'lsin. Молодец. Hop. O'g'illar sog' bo'lsin. Mashtaaqlar hamisha ishlab, addushi hammani nimasini olar ekan, ko'nglini olar ekan. Молодец. Gap yo'q. Mana registratsiyadan o'tib, aka qalay o'tdingiz? Zo'r o'tdik. Problema yo'q. Gap yo'q. Saidjonga ishlariga 5. Gap yo'q. Aka sizda qanaqa? Hammasi shotgami? Hammasi o'tgan. Gap yo'q. Akalar, o'ylamasa, sizlarga oq yo'l. Boramiz o'zimizda o'sha nimani ishga qo'yamizda, aviabiletni. Gap yo'q. 15 kunda xudo xolasa. Obratno. Ha, Чтобы men niyat qilib ketyapti, obratno ham o'zing yozib berasan ukada, va xudo xolasa. xudo xolasa. Gap yo'q, akalar oq yo'l. Sizlar Domodedovo Farg'ona reysi bo'yicha hammani shtraf qilyapti mana. Ko'ryapsizmi? Rushnoyklardagi hamma narsaga shtraf qilyapti mana. 4000 rubl. Ruscha bilmagan odamlarga ism familiyasi to'g'ri chiqsa agar место предлагать qilib, mana kassani ochirib qaranglar. Kassada ochirib turibdi. Mana shular qator men ham to'lab chiqyapman. Hamma urush janjal. Ruscha bilmaganlarga ism familiyalari to'g'ri chiqsa ham, чтобы место предлагать qilyapti mana. Kassada shuncha odam turibdi. Hamma shtraf to'layapti. Ko'rtursa shular qator men ham to'layapman. Hammada urush janjal. Ehtiyot bo'linglar, bu video maksimal darajada Uralskiy aviakompaniyaga bilet olgan insonlarga yoki bilet olmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yinglar mana. Hamma janjal qilyapti do'stlar. Buni qaranglar. Ism, familiya, pasportlar hamma narsa to'g'ri, lekin nimadan 4000 rubl shtraf qo'ydi, hech kim bilmayapti. To'lamasang tushirmaysan, kassa informatsiya beradi deyapti.
ogoh bo'linglar aviakompaniya Uralskiydan. Sababi mana orqamda shu qator turganlarning hammasi ruschani bilmagan insonlarni место предлагать qilib oplataga jo'natib yuboryapti. Tushunib turibsizlarmi? Bu biron marta men o'zim aeroportida shunchadan beri yuraman, biron marta bo'lmagan voqea. Hozir men passajirni ham qildida, действительно nima olib qolgan bo'lsak, ism familiyani tekshirib olinglar va qo'shimchasiga aytamanki, ruschani bilmasanglar har qanaqa narsaga nimadir предлагать qilsalar sizlarga da deb javob bermanglar. Ruschani bilmasalaringlar yoki tushunsalarga nima deb turganini yaxshilab eshitib keyin da или нет deb javob beringlar. Hozir o'sha qator turganlar hammasi ism familiyaga yoki o'zidan o'zi kompaniya место предлагать qilib yuborgan. O'zi Uralskiy uchun mestalari ham zo'r emas. Yomonlash niyatim yo'q, просто жестко ishlayotganiga, bular bo'lmasga shtraf qo'yayotganiga men o'zim juda ham achchig'im chiqdi hozir, дальний время. Nima dedi, ogoh bo'linglar, buni qaranglar. Orqamda turgan insonlar tabiat deportatsiya bo'lib kelgan insonlar ekan, mana ko'rib turibsizlar, birma-bir olib kirib ketyapti. Atak tog'alarga qaraydigan bo'lsak, hech kim yo'q, lekin uni deportatsiyalarni olib kirib ketyapti. Lekin aeroport hozirgi kunda tinch, zo'r, eng zo'r yangilik azizdoshlar, O'zbekiston havo yo'llari tez kunda aeroport Domodedovoga o'tadi reyslari va Vnukovadan reyslar Domodedovoga o'tadi. Sababini aytadigan bo'lsak, O'zbekiston havo yo'llari, ya'ni aeroport Domodedovo oldin xususiy edi, hozir государство bo'lib, ya'ni davlatning nomiga o'tdi va arendalarni, чтобы nimaga hamma reyslar Vnukovaga o'tib ketgan desak, чтобы arendasi juda ham qimmat edi. Shuning uchun yaqinda O'zbekiston havo yo'llari prezidentlari kelib, generaldirektorlari kelib, Domodedovoga tez kunda shartnomani imzolab, yana Domodedovodan har doimdek sizlarga tezda yangilik chiqarib borishaman. Shu Domodedovo aeroportiga ham bitta metro qo'yilsa-da, vashi zo'r bo'ladi. O'sha Vnukovo qanday bo'lsa, Domodedovoga ham qo'yilsa zo'r ish bo'lardi. Lekin men juda ham xursandman. Vnukovo ham, Sheremetyevo ham, Zhukovskiy ham davlatga o'tib ketsa-ga, balkim hamma joylarda, hamma qulayliklar zo'r ketadi. Shunga tog'alar masalan yo'q, balkim davlat nomiga o'tgani uchun pravilalar yangi bo'lgandir. Xullas, men har tarafdan xursandman davlatga o'tganiga. Sajonov, sizlar uchun xizmatlaringda qo'ldan kelguncha arzon biletlar kerak bo'lsa ham, aeroportda xizmat kerak bo'lsa ham, hammasini bitta o'zim bo'lishiga qaramasdan tun-kun xizmat qilib olib boryapman. Shunaqa gaplar do'stlar. Like bosib, padilcha qorish esdan chiqmasin videolarga. Aeroport Domodedovodan chiqqandan keyin mana shu birinchi, ikkinchi palaslarga umuman taksilarga o'tirmanglar. Bular sizlarni aldaydimi, bilmadim, qanaqa qiladi. Xullas, kilometriga pul oladi. 1 kilometr 450 rubl. Mana shu birinchi, ikkinchi palasadagilarga o'tirmaysizlar degan umiddaman. Чтобы u avtobusga boringlar yoki boshqa joylarga borib ketinglar. Mana shu birinchi, ikkinchi palasalardagilarga o'tirmaysizlar degan umiddaman. Tom metrogacha 12.000, 13.000 rubl pul yozib beradi. Mana shu ikkala taraf. O a'lada o'zi odamlar prigat qiladi 200 so'm, 400 so'm metrogacha turib.